Agar odamlar ansizlik va g'am qayg'uni cho'rib tashlashni biladigan bo'lsa, hozir doktorga ko'rinib yurganlarning 70% o'ziga o'z doktor bo'la oladi. Men bu og'riqlarning azobi ularning kallasida desam, siz balkim ishonmay nadiga gaplarni qilib yurasiz. Ular og'riqning dardini tortib olsa deyishingiz mumkin. Shundaq neyro xarakterlik hazm qilish funksiyasining qalaymaqalishi, ba'zi oshqozon yorilari, yurak kasalligi, uyqu kelmaslik, ba'zi bosh og'riqlari va palaj qatorliq kasalliklarni haqiqatan og'riqlarni cheksiz azoblaydi. Bular ismi loyiq kasallik hisoblanadi. Lekin men tamoman o'rinsiz gap qilayotganim yo'q. Men bu oshqozon yorisining dardini 12 yil tortgan odam. Vahima odamni ichi titiladigan qilib qo'ydi. Ichi titillash odamni ansizlik solib qo'ydi. Ansizlik oshqozon nervisini g'idiqlaydi. Buning bilan oshqozon suyuqligining normal ajratilishi ta'sir etadi. Oshqozon yorisi ko'p hollarda mana shunday paydo bo'ladi. Men taniydigan bir odam bor. Uningda kasal yo'q, ammo teni bakmi ojiz. Doktor uningga ichki a'zolarning moslashishi bakmi nachar deb diagnoz qo'yib, salomatligingizni yaxshilash uchun oldi bilan ruhiy holatingizni tangshang deb taklif beribdi. Va u retsept haqida bakmi ko'p tushuntirish bermabdi. U odam mening qishimga kelib mendan maslahat so'radi. Men doktor uning sog'lom bo'lmagan idisiga qarab shundoq degan o'xshaydi deb o'ylab, uningga idisini tangshash taklifini berdim. Siz sog'lom hamma, hayotiy kuchga to'lgan odamga aylanishingiz uchun dedim men. Bir kun kechgacha passiv gaplarni qilmang, ham o'ylamang, ham hech nimaga ochiqlanmang. O'zingizni sog'lom va xushal odam deb o'ylang. Bir kun shunday qilib o'zingizga qanday ta'sir qilganligiga, ruhiy holatingizning tangshalmaganligiga, texim xushallik his qilmaganligini qarab baqing. Ondan uningga bir varaq qog'ozga hisoblab yozib chiqib, agar u yana 60 yil, ya'ni 252.600 soat yashasa, shuning ichidagi 24 soatda yuqorida deyilganlarimni sinab ko'rib, xiyollarini o'zgartgandan keyin jismoniy va ruhiy sog'lomlikning qanday bo'lganligiga qarab baqishni aytdim. Uning bu gaplarimga bo'lgan qizg'inligi tuyan bo'ldi. Balkim bir kunlarda sinab qolarman dedi u. Yo'q dedim men uni ogohlantirib. Bir kunlarda degan so'z u kunlar bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Agar sizning ashundaq davolash usulini sinab baqqingiz bo'lsa, atidan boshlab astoydil sinab baqing. Mening majburlashim bilan u oxir atisi mening diginimda qilmoqchi bo'ldi. U odam va'dasida turib, bir kun kechgacha passiv gaplarni o'ylamadi, qilmadi, anglamadi. Siz bilmaysiz. Buning uchun odam o'zini qattiq tutish kerak ekan, dedi u menga. Qiziqish, dastlabda ko'na ham passiv o'ylar to'xtamay kallama kirib oldi. Ammo men bo'sh kelmadim. Har bir minutda o'zimni ogohlantirib turdim. Aktiv gaplarni o'yladim, qildim. Boshqalarning qilcha yaxshiligini bo'lsa maqtadim. U bir kunlik sinoqdan keyin yana shunday dedi. Rost foydasini ko'rdim. Azaldan bo'lib boqmagan yangilikni his qildim. Ruhiy holatim haqiqatan yaxshi. Hammish menga shunchalik ko'ngillik tuyulyotdi. Bu usulning unumi yaxshi bo'lg'achqa, u buning alohida qiziqib qoldi va yana bir kun sinab baqish o'yining borligini aytdi. Lekin bu yangi usulni davomli elib berish unchalik oson emas edi. Men bar amalim bilan yaxshi tarafni ko'proq o'yladim. Ammo odam bak yerib ketadi ekan, dedi u yana. Uning yana ko'ni yo'lga tushirish ehtimolligi yo'q emas edi. Ammo u undaqmi qilmadi, chunki buning foydasini xil ko'rib qolgandi. Shundaqdimi birdam qizib, birdam sovib turadi. Bir mezgillik qiynalishlardan keyin oxir ruhiy holati turoqlashib qoldi. U iqror qilib, ba'zida burunqi holatiga qaytishni o'ylaganligini, lekin yana u usulning ta'siri bilan jismoniy, ruhiy jihatlarda texim yeniklab qolganligini o'ylab, bu yo'ldan qaytmaslikqa irod qilganligini so'zlab berdi.
"Мен немишqa burunqi oltim qaytatdim" dedi u. "O'zingizni texmi sog'lom, texmi jo'shqin, texmi hayotiy kuchga to'layotgandek his qilayotgan chog'da bundaq holatdan qandoq voz kechgingiz kelsin?" Hozir kishilar sog'lomlik to'g'risidagi o'y-xayollarning badan sog'lomligi bilan ruhiy xushhallikning muhim omillari ekanligini barg'ansiri tunib yetyotidi. Xeyli yillar ilgari doktorlar kasallarni dori bilan davolagan bo'lsa, hozir odamni tan, psixika va ruhning birlashishidan paydo bo'lgan ham tan bilan psixik zich birlashgan butun bir gavda hisoblab, shu uch omilni bir-biriga moslashtirish orqali davolaydigan bo'ldi. Hamma odam bu davolash usulini fanga muvofiq davolash usuli, uning salomatlikni asliga keltirish bilan bo'lgan munosabat to'liq yaqin deb qaramoqda.